Vaqt faqat katta portlash bilan birga boshlangan fizik jarayon, tashqaridan bir kuch koinotni ilk bor yaratishi uchun esa unga vaqt kerak edi. Shuning uchun Xudoda koinotni yaratish uchun vaqt bo'lmagan. Har birimiz xohlagan narsamizga ishonishga, e'tiqod qilishga haqqimiz bor va mening fikrimcha eng oddiy tushuntirish Xudo yo'q. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. Aslida esa Allohning buyrug'i bajo bo'lishligi zamon talab qilmaydi. Buni dalili zamon yo'qligidan avval Alloh buyurgan zamon paydo bo'lganligi. Ana shu narsaga Alloh ishora qilib aytadiki, koinotni yaratishmi, insonni yaratishmi, nimani yaratish bo'lsa ham bizni ishimiz kun deyish, fayakun bo'ldi, mana shu bilan bo'ladi deb. Arab tilida shu eng tezlikda ifoda qiladigan narsa fa harfi. Shuning uchun fa bilan keltirgan kun fayakun. Bo'l deymiz, shunday bo'ladi. Yaratib o'tirib, Alloh uni qiynalishiga vaqt talab qilmaydi Alloh taolodan bu narsalar. Bir amr bilan vaqt ham talab qilmaydigan darajadagi amr bilan bo'ladi. Va ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar degani mana shu. Ko'z ochib yumguncha, ya'ni kiprik qoqquncha bir narsani paydo qiladi Alloh. Lekin endi o'zini Alloh yaratganda hikmatlari bor, shuning uchun ham ko'pincha bir narsalarni vaqt bilan yaratadi Alloh. Qachonki odamlar mendan koinotni Xudo yaratganmi deb so'rashganda, men ularga savolning o'zi mantiqsiz ekanligini aytaman. Katta portlashdan oldin vaqt tushunchasini o'zi mavjud emas edi. Vaqt faqat katta portlash bilan birga boshlangan fizik jarayon, vaqt eng avvaldan koinot bilan birga paydo bo'lgan, tashqaridan bir kuch koinotni ilk bor yaratishi uchun esa unga vaqt kerak edi. Shuning uchun Xudoda koinotni yaratish uchun vaqt bo'lmagan. Bu xuddiki yerning burchagiga qanday borishim mumkin deb so'rashga o'xshaydi. Yer shar simon, uning chekkasi ya'ni burchagi yo'q. Shuning uchun uni izlash befoyda ishdir. Har birimiz xohlagan narsamizga ishonishga, e'tiqod qilishga haqqimiz bor va mening fikrimcha eng oddiy tushuntirish Xudo yo'q. Koinotni hech kim yaratmagan va hech kim bizning taqdirimizni boshqarmaydi. Bu meni chuqur tafakkurga olib keladi. Ehtimol jannat ham, oxirat ham yo'q. Bizda koinotning buyuk dizaynini qadrlash uchun bitta hayot bor va buning uchun men juda minnatdorman. Endi o'simlikka energiya qayerdan keldi dedik biz? Alloh bunga ishora qiladiki, o'simlikka energiya mana hozir bilganimizdek quyoshdan keldi. Quyosh qayerdan keldi? Osmonlarda, yulduzlardan keldi quyosh. Paydo bo'ldi. Yulduzlar samovatlarda paydo bo'ldi. Shuning uchun keyingi oyatda 81-oyatda daraxtga energiya kirishligiga, energiya manbasi bo'lishligiga sabab bo'lgan osmon va yer haqida gapiriladi. Avvalaysallazi xalaqas samawati val arda biqodirin ala an yakhluqa mislahum. Endi ana shu osmonlar va yerni yaratgan zot qodir emasmi insonlarga o'xshagan bir odamni yaratishlikka, qayta tiriltirishga? Bala, albatta qodir. Va huval xallaqul alim, o'ta yaratuvchi va o'ta bilimdon. Ya'ni bir misol aytamiz tushunish bo'lishligi uchun. Tasavvur qiling, dominolar bor. Hammamiz bilamiz dominolar nima deganini. Shuni bir katta uydagi bor. Yana kichkinarib ketavergan dominachalar bor, tasavvur qiling. Kichkinagina bir tirnoqdagi bor, eng oxirida turibdi u. Siz keldingizda shu uydagi keladigan bir dominoni itarib yubordingiz, yiqildi. U o'zidan kichikrog'ining ustiga tushdi, uning ustiga va hokazo shu zanjir davom etib, oxir kichkinagina tirnoqdagiga keldida, endi o'sha yiqilmaydimi? Siz mana kattasini yiqitdingiz itarib uni. Uni eng oxirida turgan kichkinachasi endi yiqilmaydimi? Shuncha yiqilib kelganda. Shuncha tabiatdagi borliqdagi hodisalar aylanish taqdirini inson ko'rib turib,
Lekin men aylanmayman deyish ana shunga o'xshaydi. Qara, borliqda hamma narsa aylanyapti. Mana aytayapmiz u. O'simlikdan tortib yulduzlargacha aylanish, qayta tirilish taqdiri bor. Yulduz o'ladi, o'rnida yangi yulduz tug'iladi. O'ladi haqiqatan yulduz, o'rnida yangi yulduz tug'iladi o'rnida. Va yangi sayyoralar tug'iladi. Butun borlig'ida aylanish qonuni, uni yaratilish qonunini Alloh yaratib qo'ygan. Endi shu qonunlar insonga kelib o'tib qoladimi? Kichkina tirnoqdek insonga. Albatta unday bo'lmaydi hech qachon. Balki insonga o'sha qonunlar ishlaydi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, "Avvalaysallazi xalaqas samawati val ard." Ana shuncha osmon va yerni yaratgan, uni oldida inson nima qarang? Endi insonni qayta tirilish qiyinmi Alloh taologa? Bugun odamzod o'zi tan olyapti koinot ichida hech narsa emasligini. Yer kurrasining ichida o'zi inson ko'rinmaydi, qarang. Ko'rinmaydi inson yer yuzida, ko'rinmaydi bunday osmondan qaraganda. Yer yuzida inson ko'rinmay ketadi. Yer kurrasining o'zi bizni quyosh sistemamizning ichida ko'rinmay ketadi. Plutonga borsangiz yoki Neptun sayyorasiga borsangiz yer ko'rinmaydi u yerdan. Yerni qo'ying, quyosh sistemamizda o'zi galaktikani bitta qo'lini ichida, ya'ni bir uni nimasini ichida, dastagini ichida ko'rinmay ketadi. Quyosh sistemasi bilan. Galaktika o'zi koinot ichida ko'rinmay ketadi. Endi insonni qarang, tirnoq, hali yuqorida misolda tirnoq degan bo'lsak, tirnoqdan ham kichkina. Galaktika yaralishligiga mana hozir biz yashab turgan koinot, ya'ni inson yashashligi uchun yaroqli bo'lishligiga hozir ilm fanda hisoblangan miqdoricha Alloh biladi endi qanchaligini. 13 milliard yil vaqt kerak bo'ldi. 13 milliard yil mana qarang. Bizga yashashimizga, ya'ni yaroqli holga kelish uchun galaktika. Koinot. Boring ana ba'zilar aytadiki 7 milliard yilda o'zi koinot shu mahluqotlar yashashligiga yaroqli suratga kelgan deydi. Lekin nima bo'lganda ham inson koinotning eng oxir umrlarida keldi. Shuncha milliard yillar yaratilmaydigan koinotni yaratgan. Endi u inson yaratishga qodir bo'lmaydimi? La xalqus samawati val ard akbaru min xalqin nas. Osmonlar va yerni yaratish insonni yaratishdan ko'ra buyukroq. Lekin Alloh yaratdi, insonni batariqa Alloh yaratadi. Va huval xallaqul alim deyapti. U zot xallaq, juda ko'p yaratuvchi, mubolag'ali darajada yaratuvchi, alim bilimdon. Bu ma'noni biz avval darslarda ham ko'p o'tdik. Ya'ni koinotni yaratish insonni yaratishdan ko'ra aslida dahshatliroq, kattaroq, lekin Alloh o'shani ham yaratdi. Asli Allohning qudratiga olib qarasak, hech yaratishlikda og'iri, yengili yo'q Allohga. Shuning uchun ham endi demak Alloh bir narsani yaratsa qiynalib qolar ekan-da, ha degan gumon kelmasligi uchun keyingi oyatda Alloh aytayaptiki, hech Alloh bir narsani yaratishda katta kichik yo'q Allohga aslida. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allohning amri bor yo'g'i bir narsani istaganda, iroda qilganda yaratishlikni, unga bo'l deyishi bilanoq bo'ladi. Osmonni yaratish insonni yaratishdan katta desa o'ylamagin endi Alloh qiynalib qolgan ekanda demak osmonni yaratguncha deb. Seni nazdingda katta bu. Allohning nazdida hammasi bir xil. Kun deydi, ya'ni bo'l deydi, fa yakun. Fa bilan keltirilgan, ya'ni shu zahoti bo'ladi degani. Allohning amri innama amruna wahidatun kalamhim bil basar deydi Alloh aytadi. Bizning amrimiz bitta, ko'z ochib yumguncha. Endi avvalgi zamonda eng qisqa narsa shu ko'z ochib yumish deb ta'bir qilingan. O'zimiz o'zbek tilida ham bor bu narsa. Ya'ni shunday bir kiprik qoqquncha bo'ldi bir narsa deb juda ham tezligini nazarda tutiladi. Aslida esa Allohning buyrug'i bajo bo'lishligi zamon talab qilmaydi. Buni dalili zamon yo'qligidan avval Alloh buyurgan zamon paydo bo'lganligi. Nima degani bu? Mana bugungi kunda hamma biladi, koinotni paydo bo'lishligidagi eng mashhur nazariya, buni shariatdan ham dalillari bor, buni o'tdik biz. Zariyat surasining tafsirida gapirdik, boshqa suralarda ham. Koinot katta portlashdan paydo bo'lgan. Biz koinot katta portlashdan paydo bo'lgan deganda bir narsani tushunishimiz kerakki, koinot degan makonni degan nazarda tutmayapmiz biz. Koinot va uni ichidagi vaqt tushunchasi ham katta portlashdan paydo bo'lgan.
Zamon ham ya'ni. Bir butun narsa bular, bir-biridan ajralmaydi. Zamon va makon tushunchasi katta portlashdan paydo bo'lgan. O'sha katta portlash jarayonidan avval zamon bo'lmagan, makon ham bo'lmagan. Undan avval vaqt tushunchasi yo'q bo'lgan ya'ni. Makon tushunchasi ham yo'q bo'lgan. Shu katta portlash soniyalarning mingdan bir ulushida bo'lgan. Buni hozirgi kunda shu fizikada gapiriladi. Soniyalarning ming, ehtimol milliondan bir ulushida soniyani ya'ni. Shunday nimadir sabab bo'lgan, uni olimlar o'zi ham tan oladi, hozir bilmaydi nimaligini. Uni bilmayapmiz biz deydi. Chunki undan avval zamon tushunchasi bo'lgan. Qayerdan biladi uni? Bilish imkonsiz ham deyiladi. Buni fan olimlari tan oladi. Katta portlash qanday paydo bo'lganligini bilish insoniyatning qudratida yo'q. Har qanday insofli fizik olim bu narsani tan oladi. Chunki undan avval na zamon, na makon tushunchasi bo'lgan. Shu katta portlash soniyalarning milliondan bir ulushida shunday paydo bo'lgan. Ana shu narsaga Alloh ishora qilib aytadiki, koinotni yaratishmi, insonni yaratishmi, nimani yaratish bo'lsa ham bizning ishimiz kun deyish, fayakun bo'ldi, mana shu bilan bo'ladi deb. Arab tilida shu eng tezlikda ifoda qiladigan narsa fa harfi. Shuning uchun fa bilan keltirgan kun fayakun. Bo'l deymiz, shunday bo'ladi. Yaratib o'tirib, Alloh uni qiynalishiga vaqt talab qilmaydi Alloh taolodan bu narsalar. Bir amr bilan vaqt ham talab qilmaydigan darajadagi amr bilan bo'ladi. Va ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar degani mana shu. Ko'z ochib yumguncha, ya'ni kiprik qoqquncha bir narsani paydo qiladi Alloh. Lekin endi o'zini Alloh yaratganda hikmatlari bor, shuning uchun ham ko'pincha bir narsalarni vaqt bilan yaratadi Alloh. Mana shu oyatdan olib Imom Ahmad Allohning kalomi Qur'on maxluq emas deganlar. Qayerdan dalil chiqadi bu masalaga desangiz, Alloh aytayaptiki, bizning amrimiz bir narsaga bo'l deyishimiz bilan bo'ladi deyapti. Sizga savol. Agar Allohning kalomi maxluq bo'lsa, uni ham Alloh boshqa bir bo'l degan kalima bilan yaratgan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Xo'p. Uni ham keyin o'sha bo'l degan kalimasi ham maxluq bo'lsa, uni ham bo'l degan kalima bilan yaratgan bo'lishi kerak. Undan avvalgi bo'l degan kalimani uni ham bo'l degan kalima bilan yaratgan bo'lishi kerak. Bu zanjir tugamaydi. Dalilning kuchliligini ko'ryapsizmi? Imom Ahmad qayerdan Allohning kalomi Qur'on maxluq emas degan dalilni olganlar. Bu aslida aqidaviy masala, uni tafsilotiga kirishmayapmiz biz, faqat foyda uchun aytayapmiz. Chunki agar Allohning kalomi maxluq bo'lganda, bo'l degan kalomi masalan maxluq bo'lsa, Alloh aytayapti-ku, butun borliqdagi maxluqotlarni Alloh bo'l degan kalomi bilangina yaratadi. O'sha kalomi ham maxluq bo'lsa, uni ham boshqa bir bo'l degan kalima bilan yaratgan bo'lishi kerak. Bu zanjirda boshi bo'lmaydi keyin. Unaqa bo'lishi esa imkonsiz. Shuning uchun Allohning bo'l degan kalomi va har qanday boshqa kalomlari ham maxluq emas deganlar. Bu zanjir tugamaydigan zanjir kelib chiqib qoladi Allohning kalomi maxluq desangiz. Allohning kalomi uning o'zining sifati, Xoliqning sifati u bo'l deydi, shu bilan maxluqot paydo bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taoloni sifatlaganda amruhu baynal kafi va nun deb gapiriladi. Allohning amri kof bilan nunning o'rtasida. Ya'ni kun degan kalima ichida mana. Kof bilan nun. Shu gapni aytadi Alloh, shu zahotda o'sha istagan maxluq paydo bo'ladi. U zamonmi, u makonmi, nima bo'lsa ham. Ana endi shu zotni qayta tirilishligini, qayta tiriltira olishini inkor qilish, axir qanday qilib deyish ochiqdan ochiq Allohga katta bir ayb bu, tuhmat. Shuning uchun ham keyingi oxirgi oyatda Alloh subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay deydi. Subhanalloh, Alloh pok. Unaqangi tuhmatlardan qilolmaydi, yarata olmaydi degan narsalardan. Sen o'zingni qudratingga qiyoslab aytma. Inson qudratiga olib qarasak, rostdan shunday. Tuproqqa aylanib ketgan narsani qayta tiriltirish qiyin narsa inson qudratida. Lekin malakutu kulli shay, butun borliqning malakuti, ya'ni mulki, kaliti qo'lida bo'lgan zotga nisbatan uni qilolmaydi deyish juda ham katta tuhmat, og'ir bir tuhmat Allohga. Subhanah, Alloh undan pok deyapti. Va ilayhi turja'un, ungagina qaytarilasizlar. Aylanish qonunlarining nihoyasi Alloh taologa. Va anna ila robbika ruj'a va anna ila robbikal muntaha. Nihoya Alloh taologa. Malakut nima degani?
Malakut mulk ma'nosida. Hamma narsani mulki Allohning qo'lida. Lekin mulk bilan malakutning farqi shundaki, malakutda mubolag'a ma'nosi bor. Ya'ni bor buti bilan egallash ma'nosi bir narsani. Masalan, siz qo'lingizda hozir ikkita barmog'ingizni uchi bilan bir narsani ko'tarib o'tiribsiz. Sizni qo'lingizda deyiladi shu. Lekin juda ham katta ehtimolda bilan ayrilib qolish ehtimoli bilan ko'tarib o'tiribsiz. Tushirib olishingiz mumkin uni. Mulkingizda, lekin malakutingizda emas ana shu. Lekin tasavvur qilingki, bir narsani siz mahkam ushlab olgansiz. Endi haqiqiy mahkam ushladingiz shuni. O'shani ham sizni malakutingiz deb bo'lmaydi aslida, lekin Alloh taologa nisbatangina aytiladi malakut ma'nosi. Hamma narsani mulkini mahkam Alloh o'zining qo'lida ushlab turibdi. Butun borliqda ya'ni malakuti. Xuddiki masalan jabarut, shu siyg'a bor arab tilida. Jabrun quvvat bo'lsa, jabarut o'ta quvvatlik degani. Rahmat, mana. Rahmat ma'nosi bo'lsa, rahamut va o'ta rahmatlik degani. Va hokazo bu siyg'a xullas faalut siyg'asi malakut, jabarut, rahamut mubolag'a ma'nosini bildiradi. Ya'ni hamma narsani to'laqonlik ravishdagi mulki degani Allohning qo'lida. U zot ular qilayotgan ayblardan, tiriltira olmaydi deyotgan tuhmatlardan, shirklardan pok u. Alloh o'zini o'zi poklaganda bizdan uni poklashimizni talab qiladi. Demak biz Alloh taoloni ana shunaqa paytda tasbih aytib poklashligimizni bizga buyuradi. Va ilayhi turja'un va ungagina qaytarilasizlar deb. Ya'ni qaytish, oxir oqibat mana aylanish qonunlarini hammasi Alloh taologa. Asli suraning mag'zi ham mana shunda o'zi. Shuning uchun ham e'tibor bergan bo'lsak, mana 7 dars o'tgan bo'lsak, Yasin surasini 7 darsning har birida deyarli qayta tirilishga ishora keldi. 7 mubin deyiladi Yasin surasini. Har bitta mubinida qayta turilishga dalil, ishoralar, ibratlar bor. Suradan asosiy maqsad shu. Nimani o'rgatar ekan sura desangiz, qayta tirilishga iymon keltirish, o'sha kun uchun amal qilish, undan jahannamdan, Allohning g'azabidan qo'rqish, jannatga kirishga harakat qilish, mana shu narsalar aqidaviy masalalar haqida sura mavzusi shundan iborat. Mana shu bilan bu sura yakunlandi.